biz ko'proq Allohni eslab turishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimdagi oyati bizga to'xtamay zikr qilishga sababchi bo'ladi. Mana bu oyat. Estaizu billah. Fadhkuruni adhkurkum. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Alloh aytibdi. Sizlar meni eslasanglar, men sizlarni eslayman. O azizlar, Alloh eslayman deyapti. Bir kuni Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu degan sahobani oldiga payg'ambarimiz alayhisalom keldilar. Ubay ibn Ka'b degan buyuk sahoba bo'lganlar. Ubay ibn Ka'bni oldilariga kelib Rasululloh alayhisalom aytdilarki, "Ey Ubay," dedilar. "Alloh taolo menga amr qildiki, senga kelib Qur'ondagi o'sha Bayyina surasi lam yakunil ladina kafaru deb boshlanadigan surani senga o'qib berishni buyurdi. Ubay ibn Ka'bga o'qib bering deb aytdi, men shunga keldim" dedi. Rasululloh alayhisalom aytdilar. Shunda Ubay ibn Ka'b ho'ngrab yig'lab yuborib turib, ovozini chiqarib yig'lab yuborib, "Alloh meni esladimi?" degan ekanlar. "Alloh meni esladimi?" "Ha, seni esladi, senga keldik." Alloh eslashligini tasavvur qilib ko'ring. Ha, endi xuddi biz ham Ubay ibn Ka'bning xabarini olyapmiz-da hozir. Hammamiz shu yerda o'tirgan Ubay ibn Ka'bga aytilgan xabarni endi oyat bilan olyapmiz. Alloh aytayaptiki, "Meni eslasanglar, men ham sizlarni eslayman" deb. Subhanalloh. Alhamdulillah. Eslang Allohni, zikr qiling azizim. Alloh sizni eslagan bo'ladi. Demak, bu oyatni eshitgan musulmon banda borki, azizlar, Allohni eslash kerak. Allohni zikr qilib turish kerak. Aslida musulmon banda o'ziga ruhiy ozuqa berishligi uchun o'z zikr qilib turish kerak. Qur'oni Karimda Alloh taolo bizlarni zikrga buyurganda, masalan, namozga buyurilganda namoz o'qing, zakot bering, hajga boring deb buyruqlar beradi. Lekin faqat zikrni buyurganda Alloh taolo zikrniga buyurib orqasidan ko'p zikr qiling degan topshiriqni beradi. Vazkurulloha zikron kathira, mana qarang. Allohni ko'p zikr qiling deyapti Alloh taolo. Musulmon banda Allohni ko'p zikr qilish kerak. Zikr nima degani? Zikr Allohni eslash degani azizlar. Demak, Allohni eslashdan g'ofil bo'lgan banda bu g'aflat bo'lib qolgan banda bo'ladi. Agar bir banda oyatga muvofiq doim Allohni eslab tursa, u gunoh qilmas ekan. Shayton unga kela olmas ekan azizlar. Qachon shayton keladi? Qachon biz Allohni zikridan ajralib g'aflat bo'lganda u kirib oladi. Ammo Allohni eslab, Allohni zikr qilib turgan bandaga shayton kela olmaydi. Hammamizga ma'lumki, inson turli yumushlar bilan ovora bo'lib, ba'zan ruhiy tarbiyadan uzoqlashib qoladi. Bu hammamizda bor narsa. Ruhiy tarbiyadan, ya'ni Allohni zikr qilishlikdan g'aflat bo'lib qoladi. Bahonamiz bor. Ishim ko'payib ketdi deymiz. Bunday bo'lib qoldi deymiz, shoshilib qolibman deymiz yoki umuman boshqa narsalarni vaji karson qilib biz mana shu Allohni eslashlikdan, Allohni zikr qilishlikdan g'aflat bo'lib qolamiz. Alloh bizni kechirsin.